Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Mercedes-Benz 200 modeli bo'ladi, ya'ni C klass bo'ladi. Akalar, mashinamiz 2009-yil ishlab chiqarilgan, probegi 270 ming, 3 litr motor bilan jihozlangan. Motorning holati zo'r, korobkasi avtomat korobka, korobkasining ham holati zo'r. Hadovoy 80% zo'r akalar, 20% mayda chudasi bor. Mashinamizda hattoki propan ham bor. Narxini ham sirazi aytib ketaman. Narxi atigi 15500 AQSh dollar. Endi sizlar bilan mashinani bitta ko'ramiz. Mana rangini qaranglar, go'zalligini, oldi oblisovkalarni qaranglar, chiroyligini. Mashinamizda AMG bokovoylar, krugovoy tonirovka, tomimizda lyuk mavjud va usti plyonka qilib qo'yilgan. Okalar, aytib o'tganimdek, mashinamizning hattoki propani ham bor. 3 litrli motor bilan jihozlangan. Mashina vobsha raketa. Orqa rakursini ko'rsanglar bo'ladi. S300 двойной выхлопной sistema, skromniy klassika. Endi interyerini bitta ko'ramiz. Interyeri juda ham derskiy. Bizning interyeri klassik, derskiy, bagati, qop-qora bo'lib turibdi. Sidenlarimizda kojinli sidenya, oldi ham, orqasi ham. Oldi sidenlarimizda perforatsiya mavjud, sababi abagrev sidenyasi bor. O'zining klimat kontrol zonasi, avtomat korobkasi juda ham chiroyli bo'lgan. Bari bor, раздвижной monitori bor, multifunksionalniy ruli bor, cruise kontroli bor, bokovoylar, stiklopodъемniklar, hamma narsasi bor. Okalar, kimga shu mashinamizga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Narxi 15500 AQSh dollari. Bu 3 litrligi 2,5 emas, ular bilan solishtirmanglar. 3 litrli Mercedes 200.